أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Qadrli birodarlar, 6-chi darsimizni boshlaymiz. 6-chi darsimizda inshaalloh ha, fa va qof harflarini o'rganib chiqamiz. Ha harfi. Ha harfining talaffuzi o'zbek tilidagi h tovushi kabidir. Ha harfining so'z boshida yozilish shakli, ha harfining so'z o'rtasida yozilish shakli va ha harfining so'z oxirida yozilish shakli. Ha, hi, hu, hab, ham, hal, huwa, hiya, hum, zuh, aham, wahab, lahab, وهم لهم بهم منه منهم إليه إليهم أمهلهم. Keyingi harfimiz fa harfi. Fa harfining talaffuzi o'zbek tilidagi f tovushi singaridir. Fa, fi, fu, fam, fan, kaf, فلك، كفن، نفر، فور، فوز، فهم، فكر، زفر، كفل، فل فل، نوفر، نوفل، فهم، يفهم، ifham. Bu noto'g'ri yozilib qolgan ekan. Iftatana, yaftatinu, iftakara, yaftakiru. Endi qof harfi. Qof harfining talaffuzi o'zbek tilidagi q tovushi kabidir. Qof harfi fathali bo'lib kelganda qo deb o'qiladi. Ya'ni qof harfi a harakat bilan kelganda qa emas, qo deb o'qiymiz ekan. Qof harfining so'z boshida yozilish shakli, qof harfining so'z o'rtasida yozilish shakli va qof harfining so'z oxirida yozilish shakli. Qo, qi, qu, zuq,
قن قل قم قف قه قلب قبل فوق قلم قمر لقب قم قم اقترب يقترب انقلب ينقلب. Quyidagi so'zlar talaffuziga e'tibor berib o'qing deyapti. Bu yerda kaf harfi bilan qof harfini almashtirib yozgan, shuning uchun diqqat qilib o'qiymiz ekan. Mana kamar, ha? Endi qamar. Keyingisi falak, falaq, farqu, farqu.